Hozir mana bu Cherry'ni QQ degan yangi modellarga keldik. Bu yerda sport versiyasini qo'yib qo'yibdi. Muzika uchun endi e'tiroz bildirmaysizlar, baland qo'yib qo'yishgan. Bizlar kolonkani tagida turibmiz. Elektromochina 250 km yurib beradi deyapti. Narxi 40 ming, 36 mingdan 40 ming yuangacha deyishyapti. Ko'rinishi ko'ryapsizlar. Keyingi yil mana shu yilda iyul oyida sotilishni boshlaydi deyapti. Eng qizig'i bu kichkinagina mashina. Ko'ryapsizlar. Uzoq bo'lsa 2,5 metrda. Balonlari Tiko mashinani kim bilsa, o'sha Tikonikiga o'xshaydi. Ko'ryapsizlar? Spoilerchasiga alohida bitta like, orqasida Cherry deb qo'ygan, mana ko'ryapsizlar. QQ verdi. Endi botga buni otishga ruxsat berishmayapti, yangi deyapti, hali ko'p narsasi bilmayman, yashirishadi. Bunda oynadan ko'rsatsa bo'ladi. Zo'r mashina, kameralari yo'q, reysinga faqat mana ichkaridan bemalol ko'rsatsa bo'ladi.